Turmush qurganiga 5 yil bo'lgan, farzandsiz, hali bolasi yo'q, ona bo'lish huquqidan mahrum bo'ldi bir umrga degan. Deyarli hamma bachadon olib tashlash kerak degan fikrlarni bildirgandi. Nimaga bachadon olib tashlashdan boshqa yo'l yo'qmi? Bachadonni olib tashlashdan boshqa albatta yo'li bor. Qoringa hech qanaqa kesmalar tushmaydi. Umuman olganda bir kundan keyin uyga javob berib olamiz. Hamma bachadonni ham saqlab qolish kerakmi o'zi? Ko'pchilik bachadonni saqlab qolishni xohlaydi, lekin hamma bachadon ham qoldirilavermaydi. MRTlarni ko'rganda 6 santimetrli mioma aniqlangandi. Operatsiyani o'tkazdik, laparoskopik uni olib tashladik va bemorimizga 6 oydan keyin homilador bo'lishga ruxsat berdik. Lekin homilador bo'lishga 6 oy qat'iy chegara. Sababi Shohro aka, bir oy oldin gaplashganimizda oldingizga bitta yakkabog'li bemor yig'lab kelganini aytuvdingiz. Tinchlikmi, unga nima bo'lgan o'zi? u bemorimizmi? U bemor 5-6 ta shifokorlarga uchrashganlar. Mana MRT xulosalarida bachadon miomasi aniqlangan. Ko'pchilik o'zi deyarli hamma bachadon olib tashlash kerak, o'sib ketibdi, bu kattarib ketibdi degan fikrlarni bildirgandi. O'shanga endi juda tushkunlikka tushib qolgan. Juda endi chunki sababi tushkunlikka tushish sababi o'zi turmush qurganiga 5 yil bo'lgan, farzandsiz, hali bolasi yo'q. O'sha bachadondan ayrilish bu katta fojiada o'sha. O'sha nima deydi? Ona bo'lish huquqidan mahrum bo'ldi bir umrga degani. Shu sababdan bemor o'ta tushkun holatda edi. Nimaga bachadon olib tashlashdan boshqa yo'l yo'qmi? Bachadonni olib tashlashdan boshqa albatta yo'li bor. Chunki mioma degani bu kasallik aniq joylashgan lokatsiyasiga qarab uni olish tashlash kerak yoki olmaslik kerak, qoldirish kerak degan masalalarni hal qilsa bo'ladi. Mioma oddiy kasallik emasmi? Uni joylashuvi ham muhim buni. Конечно, joylashuvi musulmon. Oddiy qilib tushuntirib bersam, tasavvur qiling, uy. Uyning ichida jihozlar bor. Biri o'rtada turibdi, biri burchakda turibdi. Biz buni tibbiyot tilida FIGO degan klassifikatsiyasi bor. Raqamlar bilan moslashtirib, joylashtirib chiqamiz lokatsiyasini. Shohro aka, bu raqamlarni menimcha ko'pchilik tushunmaydi. O'shaning uchun oddiyroq tilda tushuntirib bera olasizmi? Albatta tushuntirib beramiz. Mana bu orqamizdagi suratdan bekorga emas, aynan shuni xalqimizga oddiy tilda tushuntirib berish uchun. FIGO klassifikatsiyasi umumiy, demak 1 dan 7 gacha raqamlanadi. Ya'ni o'sha aytganimiz lokatsiyalar. Demak, boya uy haqida gapirdik. Bachadon tasavvur qilaylik. Mana shu bachadon mana tana qismi hamda mana bo'yin qismi ikki qismga bo'linadi. Bundan tashqari bachadonda mushak bor. Bachadon ichi bu hamda mana tashqi tarafda seroza deymiz biz tibbiyot tilida. Shu 3 ta qismdan iborat. Demak, birinchi guruh mioma tugullari bu mana bu 0, 1, 2. Bular bachadon bo'shlig'ida joylashgan bachadon mioma turlari hisoblanadi. Hamda bular eng ko'p homilador bo'lganda bolani tushishiga, ya'ni mana 20 haftagacha bo'lgan davrda bolalar tushib qoladi. O'shalarga sabab bo'ladi. Yoki qon ketishlar, hayz vaqtida qon ketishlar bo'lishi mumkin. Uni vaqti esa cho'zilishi. U ham mana shu aynan 0, 1, 2 da ko'pincha kuzatiladi. Undan keyingisi esa biz bo'lib olishimiz kerak. Ya'ni devorlarning ichida joylashgan, aynan devorning ichida. Ya'ni bunga mana shu 4 bilan 3 ikkalasi kiradi. Bular hajmlariga, razmerlariga qarab belgi berishi ham mumkin, belgi bermasligi ham mumkin. Undan tashqari bizda bachadonning ichi, bachadon mushagi hamda bachadon tashqarisida joylashgan mana 5 bor, 6 bor, 7 bor. Demak 5 bilan 6 aynan homiladorlikka yoki qon ketishga va og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin hajmiga qarab. 7 esa odatan homiladorlikka xalal bermaydi, hajmiga qaraladi va berishi mumkin og'riq, to'satdan og'riqlar berishi mumkin, ya'ni spontanni og'riqlar deydi. Bemorda kuchli og'riq bo'ladi. Mana bu oyoqchasi buralib qoladi. Buralib qolishini hisobida bunga qon o'tishi buziladi, ya'ni qon bilan ta'minlanish buziladi hamda bemorda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Shohro aka, bachadonni saqlab qolish mumkinligini bildik. Endi operatsiyalar haqida ozroq ma'lumot bering. Qanaqa turlari bor? Bachadonni kesib operatsiya qilish kerakmi faqat? Juda ham aktual savol, ya'ni ko'pchilikni qiynaydigan. Boya demak raqamlarni bekorga o'rganganimiz yo'q. Raqamlar boshidan oxirigacha kerak bizga. Endi boya gaplashdik. 1, 2 va 0 bu bachadon bo'shlig'ida. To'g'rimi? Bachadon ichi. Demak, bunda kesish shart emas. Mana tabiiy yo'l
farzand tug'iladi shu joydan. Demak, mana shu joydan mana gastroskop degan apparat bor. Ya'ni bachadon bo'shlig'iga kamera bilan kirib, miomani joylashgani, mana lokatsiya bu tarafda, bu tarafda, bu tarafda, любой devorda bo'lishi mumkin. Demak, bachadonni ichi xuddi uyga o'xshaydi. 3D ko'rinishda shaklda bo'ladi, uchburchaksimon. Aynan mana shu apparat orqali bu monitorga ulangan, xuddi mana shunaqa monitor kamerada kirib, bachadon miomasini ko'rib, uni o'sha rezektoskop yordamida bo'laklarga bo'lib kesib olib chiqib ketiladi. Bunaqa holatda qoringa hech qanaqa kesmalar tushmaydi. Ya'ni kesilmaydi, hatto laparoskopiya ham qilinmaydi. Faqat shu tabiiy yo'l orqali bemor уже bir kun, 2 kundan keyin odatdan umuman olganda 1 kundan keyin uyga javob berib olamiz. Holati yaxshi kuzatamiz va uyga javob beramiz. 1 oydan keyin homilador bo'lishga harakat qilaversa ham bo'ladi bunaqa holatlarda. Demak, homilador bo'lishga imkoniyat paydo bo'ladi. Ha, homilador bo'lishga imkoniyat bo'ladi. Eng qizig'i bu tezroq reabilitatsiya, ya'ni tezroq tuzalish hamda tezroq hayotga qaytib, tezroq homilador bo'lishga imkoniyat beradi. Vaqt nuqtai nazardan. Chunki hamma miomalarda ham 1 oyda ruxsat beravermaymiz. Uni o'zi qoidalari bor. Undan keyingisi. Yana boyagi klassifikatsiyaga qaytamiz. Biz bachadon ichidagi xalqi bo'ldik. Qanaqa operatsiya qilishimizni? Endi hal qilishimiz kerak. Mana bu 3 bilan 4. Ya'ni 5, 6, 7. Bular deyarli bir xil yechim bo'ladi odatdan. Bo'lishi mumkin bu hajmlariga qarab laparoskopiya. Misol, laparoskopiyada kindik oldidan yuqorisidan teshikchalar bilan 2 yonboshdan 3 ta 4 tagacha kesimlar bo'ladi. Hajmlariga qaraladi, soniga, joylashgan joylariga. Agarda mioma tugullari ko'p bo'ladigan bo'lsa, soni juda ham ko'p, mayda tugullar juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ularni uzun instrumentlar, bulardan kiradigan uzun instrumentlar orqali sezishda imkoniyati juda past. Bunda sezgi ahamiyatli. Shuning uchun agar juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni biz laparoskopik qilmaymiz. Ya'ni soni aniq, hajmi katta, imkon darajasi ko'rinib turadigan bo'lsa, laparoskopik qilgan qulay. Nimasi qulay? Bemor tiklanishi osonroq bo'ladi. Undan tashqari kesmalar kichkina, minimal, ya'ni 0,5 sm dan 1 sm-gacha bo'lgani uchun bu katta kesmalardan farqlanadi. Ya'ni bemor ertasi kuni bemorlar harakatlanadi, og'riqlar unda kamroq bo'ladi. Deyarli operatsiya bo'lganini unchalik his qilmaydi. Hamda bitish jarayonlari terini ko'pchilik o'ylaydi, faqat mana shu teri bitish kerak degan fikr bo'ladi. Yo, undan tashqari teri ostida yog' qavati bor, undan tashqari mushaklarni fatsiyalari bor, mushaklar ajratiladi. Undan ham tashqari qorin parda bor. Bu hamma qavat kesiladi, keskanda. Bu hamma qavat tiklanishi ham kerak. Bu o'sha narsaga ham vaqt ketadi. Bunda esa bitta prokol, teshikcha, shuni hisobidan o'zi muammo yo'q. Tiklanish osonroq bo'ladi. Ba'zi holatlar, boya aytib o'tganimdek holatlar bo'ladi. Mioma juda katta, qorin bo'shlig'ini egallab olgan bo'ladi. Mana shu kindigidan ham baland joylashgan holatlar bo'ladi yoki soni juda ham ko'p bo'ladi. Mayda tugullar juda ham ko'p bo'ladi. U tugullarni aynan biz qo'lda paypaslab bitta terib chiqamiz. U xoh bo'lsin, misol 0,5 sm, 0,3 bo'lsin, moshdek bo'lsin, oddiy tushuntirsam, no'xatdek bo'lsin, uning uchun paypaslash kerak. Chunki boy ko'rdik-ku, mushak qavati qalinligini ko'rib turibsiz. Taxminan misol nima deydi? 1-2 santimetrgacha qalinligigacha bo'ladi. Mana shunaqa. Buni endi ichida tasavvur qiling, mayda tugunchalar. Moshdek tugunchalarni topib chiqish kerak. U esa instrument laparoskopiyada sezmaydi. Shuning uchun bemorga biz aynan bu turda operatsiyani tavsiya qilamiz. Sizga mana bunaqa operatsiya kerak, sizga mana bu tur operatsiya kerak. Ya'ni mana bu sonlar ko'rayotganingizdek operatsiya uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni o'shanaqa bemorlarga laparotomiya joylashgani hajmiga qarab yo bunaqa kesim qilamiz yoki ko'ndalang kesim qilamiz. Bu yana individual baholanadi bemorlar bilan. Sho'ro aka, bachadonni saqlab qolish mumkinligini bildik. Buning uchun raqamning muhimligini ham bildik. Endi yana bitta savolim bor. Hamma bachadonni ham saqlab qolish kerakmi o'zi? Endi o'zi suhbatimiz to'g'risi mana shu aynan bachadonni saqlab qolish mavzusida bo'lgani uchun
man bu mavzuni aynan shu joyga urg'u berib keldim. Ya'ni bizda ko'pchilik bachadonni saqlab qolishni xohlaydi, lekin ayollarimiz, lekin qanaqa qilish kerakligini, nimalarga ahamiyat berish kerakligini, shifokorda qaysi so'zlarga qarash kerakligi uchun birlamchi bilimlar bo'lish uchun endi bu o'zi to'g'risi ko'rsatuvni olyapmiz-ku. Shunday. Shuning uchun men shunga aynan urg'u berdim. Umuman olib qaraganimizda hamma bachadon ham qoldirilavermaydi. Shuning uchun bemorlarni individual kommentariyalarda yozishadi, misol o'zi apparatimni ko'rib bering, yo menga maslahat bering, men miyoman bor, nima qilay? Biz uni imkoni yo'q, to'g'risi. Shunchaki savolga mana shuni qiling deb ikki og'iz so'z bilan javob berib yuborishga, chunki bu suhbat juda uzun bo'ladi. Yo bizni nimamiz, nima deydi, suhbatimiz bemor bilan onlayn tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni yuzma yuz suhbat beradigan savollarim bor, analizlarni ko'rib chiqishim kerak. Bundan tashqari yoki offlayn ko'rinishda, ya'ni bemor o'zi qabulga yozilib kelganda unga beriladigan savollar bor. Misol endi men ko'p foydalanadigan savollardan biri bu aynan bemor xohishlari. Ya'ni men misol miyoma deganim bilan o'zi men miyomani davolashga qaratmayman qarashlarimni. Men hozir endi biz hammamiz o'zi tibbiyot shunga o'tib ketish kerak. O'zi o'tib ketgan, menimcha dunyo miqyosida shunaqa davolanish usullari qilinadi. Ya'ni nima? Aynan kasallikda emas, bemorni davolash taktikasiga o'tishimiz kerak. Men odatdan shu usuldan foydalanaman. Ya'ni miyoma bu miyoma bu kasallik. U har xil gaplashishni, har xil joylashishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin, har xil belgilar berishi mumkin. Bu esa boyagida faqat hammasini olib tashlash kerak degan narsani bermaydi. Hozir aytganimdek, men bemorni davolashga qarataman. Ya'ni bemorni yoshi nechida, nima xohishlari bor, ya'ni farzand ko'rish xohlaydimi, bachadonni saqlab qolishni xohlaydimi, farzand ko'rish, farzandlari bo'lsa ham, yoki misol boshqa sabablari bo'lishi mumkin, oilaviy, uni bemor hayotini o'zi biladi va xohishlarini o'zi biladi. Biz esa misol shifokor sifatida bemorni xohishiga qarab qanday imkoniyatlari bor aniqlab beramiz. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ish shu. Biz birlamchi maslahat beramizda, misol bemor keladi, mana 3 ta bemor oladigan bo'lsak, bir bemorimiz so'rib ko'rsatilgani mana 50 yoshga kirgan ayol. Tug'ish niyati yo'q, farzandlari bor o'zi, ko'plab miyoma tugullari bor misolda. Bu bemorga уже biz boshqa tavsiyalarni beramiz. Ya'ni aytamiz, misol mana tugun bor. Tugullar soni ko'p. O'zi MRT qildik, mana tugullar soni juda ham ko'p ekan. Sizda agar miyomani, bachadonni saqlab qolish niyatingiz bo'lsa va u qat'iy bo'lsa, saqlab qolishingiz mumkin. Lekin mana shunaqa qaytalanish imkoniyatlari bor. Sizda yana bachadonda miyoma qaytalanishi mumkin degan savol tug'iladi bemorga. Bemor o'zi shunda yoshini hisobga oladi, o'zi bizda odatdan bemor qutulmoqchiman, miyoma umuman bachadondan qutulmoqchiman degan savollar, misol javoblar bersa, biz unga o'sha yo'lni tanlaymiz. Demak, sizga demak bachadonni olish operatsiyasini o'tkazamiz. Endi bu qolgani individualni, laparoskopiyami, laparotomiyami, endi u alohida bemorning holati bilan individual holatda. Ikkinchi bemor keldi, boyagidek. Bemorimizni holati, savollarimizga beradigan javoblari farzand ko'rishim kerak yoki bachadonni saqlab qolishim kerak, nima bo'lsa ham, endi u yoshroq bo'lishi mumkin. Yoshi misol deylik 30-35 yosh, u farzand ko'rmoqchi, bolalari bo'lsa ham saqlab qolmoqchi. Misol klimaks erta kelishini xohlamaydi. Bu bemorga ham xuddi tushuntiramiz, qanaqa vaziyatlar bo'lishi, qanaqa holatlar, qaytalanish ehtimolliklari haqida tushuntiramiz va o'shani bemorning xohishiga qarab variantlar aytamiz, individual variantlar bo'ladi. Misol boya ko'rganimiz rezektoskop bo'lishi mumkin, operatsiya turi. Misol laparoskopik terib olish kerak bo'lishi mumkin yoki laparotomiyada terib olish miyomani bo'lishi mumkin. Ya'ni bu individual. Ya'ni men odatdan kasalni har bir kasalga aytaman. U qanaqa? U adenomiyozmi, miyoma kasallik, kista bo'ladimi? Har bir bemor individual baholanishi, ularning xohishi, istaklari albatta inobatga olinishi shart. Miyoma bachadonni olib tashlaymiz. Kista tuxumdonni olib tashlaymiz. Yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Unaqa bo'lish kerak emas. Tibbiyot juda o'zgarib ketgan. O'ta o'zgargan. Hozir juda ham kundan kunga yangi texnologiyalar, yangi o'zi yo'nalishlar chiqib ketyapti. Biz aynan bemorni davolashga dunyo o'tib bo'lgan, men o'ylayman,
O'zbekiston tibbiyoti ham biz ham hammamiz o'tish kerak. Ular menga misol o'xshab bemor davolaydigan shifokorlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Lekin uni O'zbekiston bo'yicha foizga oladigan bo'lsak, foizi juda kam. Misol taxminan 10%mi, 20%mi bemorga qaratilgan davo choralarini amalga oshiradi. Endi biz men o'ylayman 100% o'tishimiz kerak. Ya'ni tibbiy salohiyat o'tishi kerak. Va o'zi suhbatni esingizda bo'lsa, o'zi umuman ham olishimizdan maqsad, men aytgandim, asosiy maqsad bemorlarni, o'zbek xalqini yoki kim bizani kuzatadigan bo'lsa, tibbiy salohiyatini oshirishga yordam berish. Ya'ni bizni kuzatib boradigan bizning kuzatuvchilarimiz orasida bemorlarimiz bor, davolangan, davolanmoqchi bo'lgan. Tibbiy salohiyatni oshirish. Tibbiy salohiyat oshirish nima uchun kerak? Tibbiy salohiyat bu to'g'ri savol berishni o'rganish uchun. Hozir men bergan misol mana shu dars ko'rinishidagi suhbatimiz bemorga ilm berdik. Bu ilmni foydalanish kerak. Ya'ni misol bu Qashqadaryoda bo'lmasligi mumkin bu kasal. Bu kasal misol Toshkent o'zida bo'lishi mumkin. Bu kasal bo'lishi mumkin boshqa davlatda bo'lishi mumkin. Bizni kuzatadigan o'zbeklar. Rossiyada yurgan qancha o'zbeklar bor. Misol, aynan shu bilimlarni olgandan keyin kasal o'zini ko'rib o'qib ko'radi. Xulosani o'qiydi. Avvalgida intramural subseroz degan so'zlar yozilgan bo'lsa, kechirasiz. Iloj bo'lsa, menga klassifikatsiya bo'yicha belgilab bersangiz degan o'zi mana bilim paydo bo'ldi. Klassifikatsiyadan nima operatsiya o'tkazish mumkin? Uni ham tushunchasiga ega bo'ldi. Misol shifokorga boradi, aytibdi, "Doktor, menga maslahat bering. Men farzand ko'rmoqchiman." Aytadi doktor. "Ya buni olib tashlash kerak, u kattarib ketgan ekan, ko'p ekan, boshqa degan fikrlar." Bizda berilgan bilimlar borki, bemorda. Rahmat sizga deydi-da, boshqa doktorni olib boradi. Biladiki, bu shifokorning qo'lidan bu operatsiya qilish kelmaydi. Bu endi yomonlash ma'nosida emas. Bu bemorni zararli asoratlardan saqlab qolish uchun. Uni umrini bekorga, misol onalik baxtidan ayirib qo'ymaslik uchun. 2-3 ta doktorga bordi, hammasi bir xil gap aytdi. O'zi bemor tushkunlikka tushib qoladi. O'ylab qoladi. Ba'zilari majburlikdan qon ketyapti. Majburlikdan oldirib yuboradi. Lekin farzandi yo'q. Misol. To'g'rimi? Farzandi yo'q. Bu esa butun umrga onalik baxtidan mahrum bo'lish. Biz berayotgan bilimlar esa imkoniyatlar borligi, tibbiyot rivojlanayotganligi va uni saqlab qolish va bemorga nisbatan uni xohishlari, istaklariga nisbatan yurish mumkinligi. Faqat doktorda aytgan gapi bo'ladi degani emasligini bu isbotlamoqchimiz. Ya'ni doktor chiziq bor, doktor chizgan misol tibbiyotda chizig'i bor. O'sha chizig'ning ichida, ya'ni o'sha xonaning ichida bemalol yursa bo'ladi. Faqat imkonsiz narsalarni endi iloji yo'q, imkonsiz deyiladi. Misol, bir masala bo'lsa, imkoni yo'q bo'lsa, demak imkoni yo'q deb to'g'ri tushuntiriladi. Misol 50 ga kirgan ayolda men farzandli bo'lishim kerak deb keldi. Farzandli bo'lmasam bo'lmaydi. Boshidan qoldiring. Xo'p, mayli, boshidan qoldirib beramiz. Lekin uni farzandli bo'lish masalasi endi u qiyin masala. O'sha menopauzaga yaqinlashgan ayolda endi mana bu imkoniyati pastroq bo'lgan narsalar, deyarli yo'q imkoniyat. Shuning uchun o'sha tibbiyot chizgan misol hozir imkoniyatlar bor, chiziqlar bor. Misol uyimizda kvadrat shuncha, shuni qila olamiz. Shuni ichida xohlaganingizni tanlang. Biz sizga imkoni bor yoki imkoni yo'q haqida xabar beramiz. Biz bu darsimizdan, ya'ni savol-javob misol ko'rinishdagi ko'rsatuvimizdan men o'ylayman maqsadim o'zi asli shu edi, gaplashgandik. To'g'ri, aytgancha boya gap boshida yakkabog'li yig'lab kelgan bemor haqida gapirishdik. Nima bo'lganini oxirigacha tushuntirib bering. U bemor endi mavzu bilan bo'lib xayoldan chiqibdi. Demak, u bemorimiz MRTlarni ko'rganda hozir o'rganib oldik. Figo 5 hajmdagi 6 santimetrli mioma aniqlangandi. Ularga laparoskopik bir dona mioma, laparoskopik miomektomiya operatsiyasini tavsiya qildik. Operatsiyani o'tkazdik, laparoskopik uni olib tashladik va bemorimizga 6 oydan keyin ko'riklar davom etib turadi. 6 oydan keyin homilador bo'lishga ruxsat berdik. Xudo xolasa, endi 6 oydan keyin hozir ahvollari yaxshi, javob berganmiz. 1 oylar bo'ldi, javob berganimizga bir qayta ko'rikka ham kelib turdilar. 6 oydan keyin homilador bo'lishga harakat qilsalar bo'ladi bemor. Aynan unda ham qanaqa? Unda ham vaqt o'tkazmaslik uchun, shunchaki tabiiy homilador kutmaslik uchun men odatdan reproduktolog mutaxassislarga yuboraman. Reproduktolog mutaxassislar qolgan kamchiliklarni ko'rib chiqadi. Kamchiliklar bo'lsa, o'sha oylar davomida taxlamib turadi. Lekin homilador bo'lishga 6 oy qat'iy chegara. Harakat qilish ham mumkin emas. Sababi bachadon homiladorlikda kengayadi, u yorilib ketishi mumkin. Shu sababdan bu kishida aynan 6 oyda belgiladik. Qolgani esa individual mioman hajmiga qarab, operatsiya hajmiga qarab bemorlarga o'zi aytamiz.
sizga mana shu muddatgacha homiladorlikka bo'lishga ruxsat yo'q, harakat qilish yo'q. Mana bu muddatgacha o'zi aytamiz. Ya'ni 6 oydan taxminan 1 yilgacha bu muddat tashkil qiladi. Zo'r. Ancha narsa foydali ma'lumotlar bo'ldi. Xursandman. O'ylaymanki, bizani ko'rib turgan, bizani nima deydi, kuzatuvchilarimizga ham foydali bo'ldi deb o'ylaymiz endi. Zo'r. Rahmat kattaga. Charchamang, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Demak, mana shu suhbatlashgan suhbatimizdagi operatsiya turlari, barcha usullar mana o'zimizning Qashqadaryoda bu bor. Hammasi o'zimizda mana bajaramiz buni. Mana shu muammolar o'zlaringizda, yaqinlaringizda, tanishlaringizda yoki aynan o'zingizda kuzatiladigan bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yozilishingiz mumkin. Biz sizga individual aynan sizga kerak bo'ladigan tavsiyalarni beramiz. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, operatsiya qilish kerakmi yoki operatsiya qilish kerak emasmi, bu haqida aynan individual suhbatlashamiz. Manzilimiz Brosmed klinikasiga kelasiz. Albatta qo'limizdan kelgancha sizga yordam berishga biz tayyormiz.